Farhod akaning uylari. Akamiz yangi qulayotgan uylarini ko'rishga keldik. Farhod aka, nimaga unaqa baland uy qurgansiz aka? Endi bizlar 4 inog'amiz. 4 aka-uka. 4 aka-ukamiz. Har qaysimiz bir manzil. Ha, har birlaringiz bittadan qavatda, etajda. Birinchi qavatda kim turadi? Birinchi bir ukam bor, onam bilan. Ha, onangiz bilan ukangiz turadilar. Birinchi qavatda. Ikkinchi qavatda-chi? Bir uka degan bor. Sonra uchinchiga katta akam. Ikkinchi qavatda ham ukalar. 3-etajda katta akangiz. O'zingizchi? 4-chi bilan balanti bor. Mansard. Tepasi mansard ham bo'ladimi? 4-etajda. Nimaga o'zingizni uyingizga deraza qo'ymadingiz? Ish bor, maqsad mayda-mayda. Ha, hali ishlar bormi? Ishlar bor. Aka, bu yerda hamma shunaqa tadbirkorlar baland uylar quradimi yoki kim xohlasami? Har kim xohlasa baland, har kim xohlasa pastroq maqsad bor. Yaxshi kunlarda xizmat qilsin xolis. Menga juda ham yoqdi, chiroyli shinam. Hozirgi zamon talabiga to'g'ri keladigan fasollari ham chiroyli. Xudo xolisa to'ylar qilsangiz kelamiz aka. Inshaalloh. Keldingiz yangam bilan keling, men baxtlar joy bor, joy katta joy bor. Rahmat inshaalloh. Rahmat aka. Bu akam uylarining mehmonxonasi ekan, podvalda. Hali imorat qurilish jarayonida ekan. Mana bu qo'shlanlarida qanaqa chiroyli. Shu uyni tepasiga mansardiga chiqdik. Mansard ko'rinishi hali chala tayyor holatda.